Assalomu alaykum. Ismim Muhammad, Al-Yasir jamoasi asoschisiman. Biz Saudiya grantlariga qiziquvchi, lekin qanday qilib ariza topshirishni bilmaydigan insonlarga hujjat tarjimasi va ariza topshirishlikda yordam beramiz. Bugun sizlar bilan Ar-Riyod shahrida joylashgan Malik Salmon akademiyasining 8 oylik arab tili kursi haqida gaplashib o'tamiz. Malik Salmon akademiyasining 8 oylik arab tili kursi noldan arab tili o'rganishga mo'ljallangan bo'lib, quyidagi bir necha imtiyozlarni o'z ichiga oladi. Birinchi navbatda o'qishga qabul bo'lgan talabalar uchun o'qish mutlaqo bepul. 8 oy davomida yotoqxona va 3 mahal oziq-ovqat bilan ham ta'minlanadi va o'qishga borish va 8 oydan keyin qaytish uchun aviachiptalar ham olib beriladi. 8 oy davomida arab tilidan nimalarni o'rganamiz degan savolga yetib keldik. Bu savolga o'z tajribamdan kelib chiqib javob bera olaman, chunki 2024-yilda akademiyaning 8 oylik grantiga qabul bo'lib, borib o'qib kelishlik nasib qilgan. Xo'p, birinchi navbatda darslar arab tilida olib boriladi. Endi sizda savol tug'ilishi tabiiy. Ya'ni arab tilini bilmagan o'quvchilar arab ustozlaridan qanday qilib arab tilini o'rganishadi degan ma'noda. Aytib o'tishim kerak, o'zi o'quv dasturining nomi arab bo'lmaganlarga arab tilini o'rgatish deb nomlanadi. Ya'ni o'quv dasturi shu narsaga mo'ljallangan, arab bo'lmaganlarga arab tilini o'rgatishga mo'ljallangan. Shu uchun eng avvalo harflardan boshlab osonlik bilan o'rgatib borishadi va darsni tushuntirish kerak bo'lgan joylarida yoki chuqurroq tushunish kerak bo'lgan joylarida ustozlar ingliz tilida ham tushuntirib bera olishadi darslarni. 8 oylik dastur davomida 4 ta darajadagi kitoblardan darslar o'tiladi. Bular A1, A2, B1 va B2 darajadagi kitoblar hisoblanadi. Va har bitta kitobni o'quv dasturi 2 oyga mo'ljallangan bo'lib, bu 2 oy tugaganidan keyin oraliq imtihonlar olinadi. Shu joyda muhim bir eslatma berib o'tmoqchiman. O'qish bepul, lekin qabul tanlov asosida bo'ladi. Ya'ni siz grantga ariza topshirganingizdan keyin tanlov javoblarini chiqishini kutishingiz kerak va bu javoblarni akademiyaning qabul komissiyasi hal qiladi. Ular arizachilar ichidan o'zlari xohlaganlarini tanlab olishadi. Ana endi qabul bosqichlari haqida gaplashib o'tamiz. Qabul bir necha bosqichdan iborat va birinchi navbatda hamma arizachilar rasmiy qabul sayti orqali ariza topshirishliklari kerak bo'ladi. Ariza topshirilgandan keyin boshlang'ich nomzodlarga 2-3 oy ichida xabar keladi, ya'ni boshlang'ich qabul xati. Va undan keyin ko'p arizachi, ko'p nomzodlar bilan intervyular o'tkazdiriladi. Intervyu arab tilida bo'ladi. Agar arab tilini bilmasangiz, ingliz tilida davom ettirsangiz ham bo'ladi. Intervyuda asosan o'zingiz haqingizda gapirib berish so'raladi va arab tilini nimaga o'rganmoqchisiz va agar o'rganayotgan bo'lsangiz, qanchadan beri o'rganyapsiz, shu haqida gapirib berishingiz so'raladi xolos. Va bundan keyin oxirgi qabul xati intervyudan keyin 5-6 oygacha chiqishligi cho'zilishi mumkin. Va oxirgi qabul xati bilan birgalikda viza keladi. Vizani elchixonadan tasdiqlatib olganingizdan keyin siz viza rasmini akademiyani qabul xodimiga jo'natasiz va ular sizga bilet olib berishadi. Ya'ni Ar-Riyod shahriga, Saudiyaning Ar-Riyod shahriga bilet olib berishadi va Ar-Riyodga borganingizdan keyin, aeroportga qo'nganingizdan keyin sizni akademiya xodimi qo'lida Malik Salmon akademiyasi nomli yozuv bilan kutib oladi. Va shu joydan sizni 8 oylik arab tili sayohatingiz Saudiyada boshlanadi. Agar siz ham akademiyaga ariza topshirgan bo'lsangiz, lekin boshlang'ich hech qanday xabar 2-3 oy davomida akademiya tomonidan kelmaydigan bo'lsa, unda akademiyaning bu yilgi grantidan umidni uzsangiz ham bo'ladi. Chunki akademiyaning qabul komissiyasi odatda o'qishga o'tmagan talabalarga raddiya xabarlari, ya'ni o'qishga o'tmadingiz mazmunida xabarlar yuborishmaydi. Agar siz ham Malik Salmon akademiyasining ushbu grantiga ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, Al-Yasir xizmati, ya'ni o'zimizni xizmatlarini taklif qilaman. Bu xizmatlar ichiga hujjatlaringizni arab tiliga tarjima qilish, rasmiy sayt orqali sizni nomingizdan ariza topshirib berish kiradi. Va ariza topshirib berish jarayoni tugaganidan keyin albatta hujjatlaringizni tarjimasini o'zingizga yuborib qo'yamiz. Yana bir narsa, bu videoni ko'rayotgan paytingiz akademiyani qabuli ochiq bo'lmasligi mumkin. Akademiya qabuli haqidagi yangiliklarni Telegram kanalimdan yoki Telegramdan menga yozib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Agar o'qishga topshirish niyatingiz qattiq bo'layotgan bo'lsa, hujjatlarni menga yuborib qo'yishni maslahat beraman. Bizda hujjatlarni qabul ochilguncha ham tayyorlab qo'yish xizmati mavjud. Agar yana o'qish haqida sizda savollar qolgan bo'lsa, bu savollarni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videoni kommentariyadagi savollarga javob berish ko'rinishida o'tkazmoqchiman.
Kanalim ssilkasini kommentariyada qoldiraman.